Centris Towers loyihasida qurilish ishlari belgilangan texnik standartlar asosida olib borilmoqda. 2026-yil yanvar oyida bajarilgan ishlar ushbu jarayonning amaldagi holatini aks ettiradi. F blokning 12-qavat, G blokda esa 5-qavatgacha bo'lgan beton konstruksiya ishlari to'liq yakunlandi. Natijada Centris Towers majmuasidagi barcha bloklarning beton karkas ishlari 100% ga yakunlandi. Bu loyiha konstruktiv bosqichining muhim nuqtasidir. Qurilish jarayonida M550 markali beton qo'llanildi. Ushbu beton turi oddiy tijorat binolarida kamdan-kam ishlatiladi va asosan aerodrom, uchish yo'laklari, dengiz portlari hamda yuqori yuklama ostidagi muhandislik inshootlarida qo'llaniladi. Shuningdek, loyiha doirasida 161 tonna A500C markali armatura ishlatildi. Bu armatura yuqori elastiklikka ega bo'lib, zilzila vaqtida konstruksiyaning barqarorligini ta'minlash maqsadida baland inshootlarda qo'llaniladigan xalqaro standart hisoblanadi. 2026-yil yanvar oyida C blokda 140 kvadrat metr alyumin ustun rigel tizimlari, 1168 kvadrat metr shisha paketlar va 75 dona ventilyatsiya stvorlari o'rnatildi. Shuningdek, yong'inga qarshi po'lat ajratmalar montaji bajarildi. D va E bloklarda esa 167 kvadrat metr alyumin ustun rigel tizimlari, 1375 kvadrat metr shisha paketlar hamda 110 dona ventilyatsiya stvorlari o'rnatildi. Ushbu ishlar fasadning texnik va funksional sifatini ta'minlashga qaratilgan. Eslatib o'tamiz, Centris Towers loyihasida qo'llanilayotgan fasad tizimlari Belgiya qirolligining Dufel shahrida joylashgan Reiners alyuminium zavodida ishlab chiqarilmoqda. Reiners tizimlari arxitektura sifati yuqori bo'lgan loyihalar uchun mo'ljallangan bo'lib, Abu Dabidagi Ferrari World, Istanbuldagi Jumeirah Beach mehmonxonasi, Gate Tower hamda o'zimizning Tashkent City Mall kabi nufuzli inshootlarda qo'llanilgan. Ushbu hamkorlik Centris Towers fasadining uzoq muddatli ekspluatatsiyasi va texnik barqarorligini kafolatlaydi. Centris Towers loyihasidagi har bir texnik yechim va material tanlovi binoning xavfsizligi, mustahkamligi va biznes muhitining uzoq yillik barqarorligiga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv loyihani mintaqadagi eng ishonchli biznes markazlaridan biriga aylantiradi.